Ertalab uyg'onishingiz bilan qahva ichasizmi? To'xtang. Siz har kuni o'z sog'lig'ingizni o'z qo'lingiz bilan yemiryapsiz. Bu shunchaki odat emas, bu organizmingiz uchun haqiqiy zarba. Men Dilorom Xonto'rayeva, 10 yillik tajribaga ega nutritsiologman. Men ayollarni dori-darmonsiz sog'lom bo'lishiga o'rgataman. Bilaman, ertalabki qahva ritualini juda yaxshi ko'rasiz. Turdingiz, qahva damladingiz va ishga ketdingiz. Ammo och qoringa ichilgan qahva nimalarga olib kelishini bilasizmi? Birinchidan, u oshqozon kislotaliligini oshirib, shilliq qavatni qattiq ta'sirlantiradi. Ikkinchidan, buyrak usti bezlarini zo'riqtirib, sizni holdan toydiradi. Natijada nima bo'ladi? Kun bo'yi bezovtalik, shirinlikka kuchli moyillik, qon bosimining beqarorligi. Agar gormonlaringiz va oshqozoningiz sog'lom bo'lishini xohlasangiz, tartibni o'zgartiring. Avval 1 stakan illiq suv iching, keyin albatta nonushta qiling. Faqat shundan keyingina sevimli qahvangizdan lazzatlanishingiz mumkin. Siz ham ertalabni qahvadan boshlaysizmi yoki suvdan? Izohlarda yozib qoldiring. Salomatligingizni birgalikda tiklaymiz.